Assalomu alaykum aziz dehqon akalar, Nutex jamoasini kuzatuvchilari. Bugungi videomiz bizda sotuvda mavjud traktorlar va ularga qo'yiladigan qo'shimchalar haqida bo'ladi. Bizda bugungi kunda sotuvda mavjud Zubr To'rx4, Zubr To'rx2 va Zubr 1105 traktorlari mavjud va ularga qo'yiladigan qo'shimchalar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha qisqacha obzor qilamiz va narx-navolarni ham hammasini tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi traktorimizga keladigan bo'lsak, bu Zubr To'rx4 traktori. Traktorimiz yangi kelgan, yangi traktor, juda ham baquvvat. Oldingi safargilardan ancha o'zgarishlari bor. Bizda endi xabarlaringiz bormi, yo'qmi? Oldindan To'rx4 traktorlar olib kelamiz. Bular yangi partiya. Bunda ancha o'zgarishlari bor. Xo'p, traktorimizga keladigan bo'lsak, tashqi tarafidan qo'shimcha oldiga toshlar o'rnatilgan. Va orqada ham balonning o'rtalarida qo'shimcha toshlari mavjud. Traktorimiz Zubr 1125 motori bilan jihozlangan. 1125 bo'ladi motori, 28 ot kuchi. Bu motor O'zbekistonda yo'q. Men hali ko'rmadim. Bu juda ham sifatli, shu traktor uchun ishlab chiqarilgan motor. Sifati juda ham zo'r akalar. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Sababi ancha sifatli motor bilan jihozlangan. Motorimiz dizelda harakatlanadi. Dizel quyiladi motorimizga. Suvda soviydi. Radiatorlik va suv pompalari, suvni sirkulyatsiyasi uchun suv pompasi bilan bor, ya'ni jihozlangan. Radiatori elektronli ventilyatorlik. Xudo xolasa yozni chillasida ham qizib ketmaydi. Bemalol og'ir ishlarni ham qildirsangizlar bo'ladi. Xo'p, traktorimizga keladigan bo'lsak, traktorimiz To'rx4, ya'ni oldi ham 7 varianti. Oldi pedagogimiz, ya'ni oldi mosti 304 To'rx4 traktorlari bilan bir xil. Ya'ni 40 ot kuchli traktorlar uchun mo'ljallangan juda ham baquvvat traktor. Kechirasizlar, juda ham baquvvat most. Rullari gidravlika, 100% gidravlikada ishlaydi. Gidra usilitlari, oldi silindrlari va rulga moy qachat qilish uchun enshi nasoslar bilan jihozlangan. Oldi gidravlikani moyi alohida, orqa naviskasiga aralashmagan. O'zining alohida gidrobaklari bor. Traktorda katta dinamo bor. Zaryadga berishidan umuman muammo bo'lmaydi. Datchiklari moy datchik, suv datchik va akkumulyatorning tokini va motor soatni ko'rsatadigan datchiklari bor. Ya'ni moyni qachon almashtirishingiz, qanchalik almashtirishingizni aniq bilib yurasiz. Xo'p, traktorimizni orqa naviskalariga keladigan bo'lsak, orqa naviskasi ikkita silindrlik, ya'ni tepaga ko'taradi ham, pastga bosadi ham. Juda ham baquvvat qilib ishlangan orqa naviskalari. Bu safargisi pritsepnoyi ham juda ham baquvvat qilib ishlangan, ikkita palis bilan ildiriladi. Bemalol og'ir ishlarda ham ishlatsangizlar bo'ladi. Gidravlikasiga keladigan bo'lsak, gidravlikasi 3 talik, bittasi orqa naviskaga, ikkitasi zapas, ya'ni selka, pritsepnoy, shunga o'xshash moy bilan ishlaydigan agregatlar taqqaningizda bemalol qo'shimcha ulab turib bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Va yana yangiliklardan biri traktorimiz rushnoy qo'l tormozi, ya'ni rushnoy tormoz bilan jihozlangan. Bu tog'li joylarda ishlatadigan akalar uchun juda ham zo'r narsa. Traktorimiz juda ham chiroyli, juda ham baquvvat, juda ham zo'r qilib ishlangan. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, narxi $4050 akalar. Skladdagi narxi $4050. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, 1 metr 30 santimetrlik frezasi. Buning
kardan bilan ulanadi. Reduktorlari juda ham baquvvat, ilinadigan joylari ham juda ham baquvvat. Ko'rib turgan bo'lsangiz, tish qotiradigan joylariga e'tibor bering. Juda ham baquvvat, juda ham mustahkam qilib ishlangan. Reduktorlari ham uzunidan, juda ham baquvvatidan qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $465 akalar. Narxlarni dollarda aytaman. Shunga qarab turib hisob kitobini qilaverasizlar. Bu traktorimizga yana qo'shimcha aylanadigan 2 korpusli plug. Bu aylanma plug. Bu plugimiz ham juda ham baquvvat, juda ham qalin materiallardan ishlangan, juda ham sifatli ishlangan. Buni texnikaga oz-moz tushunadigan akalar o'zi ko'rdi, bildi, tushundi. Buni ortiqcha maqtashga ham hojati yo'q. Narxi $820. Va yana agar menga oddiy plug bo'ladi deydiganlar uchun 3 talik plug yoki 2 talik plug bilan ham ishlatsangiz bo'ladi. Yeringiz agar juda ham qattiq bo'ladigan bo'lsa, 2 talik plug ham bo'ladi. Yeringiz yumshoq bo'ladigan bo'lsa, 3 talik plug ham ishlatsangiz bo'ladi. Bularning narxi, buni narxi $220. Buningizning narxi $170. Bu endi O'zbekiston uchun yangilik akalar. Bu rotorli kasilka shu traktorimizni oldiga qo'yib ishlatish uchun. Traktorni oldiga ulanadi. O't, xashak, beda o'rish uchun juda ham zo'r, idealniy uskuna. Yana buni zo'r afzallik tarafi bog'larning ichida bemalol ishlata olasiz. Oldida bo'lganingiz uchun bemalol ishlata olasiz. Harakati orqadan vomdan bo'ladi. Hamma uskunalari mavjud. Vomdan keladigan reduktorlari, kardarlari, hammasi, shlang, silindr, bolkakasigacha hamma narsasi bo'ladi. Xudo xolasa, agar kanalimizni kuzatib yursangizlar, buni traktorga qo'yib ishlatayotgan videolarni ham tez kunda kanalimizga qo'yamiz. Narxi $1450. Keyingi uskunamiz bu jatka. 2 metr 10 santimetrlik. Bu asosan ekinlarni o'rish uchun. Bug'doy, sholi, makkayi, shunga o'xshash ekinlarni o'rish uchun mo'ljallangan. Bunimizning narxi $1350. Buni keyin 1 metr 50 santimetrlik varianti ham bor. Uni narxi $1250. Hammasi yonida vertikalniy pichog'i, ikki qator parrak bilan jihozlangan. Bu ham orqadan vomdan harakat oladi. Kardarlari, shlang, silindr, hamma narsasi bor. Shu traktorni oldiga o'rnatib turib, bemalol ekinlaringizni o'rsanizlar bo'ladi. Keyingisi bu traktorimizni oldi tortmaydigan varianti. Uni ham rullari gidravlika bo'ladi. Ya'ni Zubr 4X2 faqat orqa harakat beradi. Rullari gidravlika, orqa navigatsiyasi ham xuddi shu bilan. Farqi oldi tortmaydigan varianti. Motor hamma joyi bir xil bo'ladi. Keyingi traktorimiz Zubr 1105. Bu traktorimiz 1105 motor bilan jihozlangan. Bu ham dizelda harakatlanadi, 18 ot kuchlik, suv bilan soviydigan variant. Traktorimizda oldi faralar, pavorotniklar, qo'shimcha dinamolari bor. Zaryadga berishdan ham umuman muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Traktorimizni gidravlikasiga keladigan bo'lsak, 2 talik raspedal qo'yilgan, bittasi orqa navigatsiyasiga, bittasiga qo'shimchalar uchun qo'yilgan. Ya'ni oldiga jatka qo'yganingizda yo boshqa shunga o'xshash gidravlika bilan ishlaydigan uskunalarda juda ham qo'l keladi. Bu traktorimizda ham datchiklari moy datchik, suv datchik, akkumulyatorning voltini va necha soat ishlaganini ko'rsatib turadigan datchiklari mavjud.
Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2150 akalar. Buni qo'shimchalari, frezasi va 2 korpusli plugi shu narxni ichida qilib beramiz. Va yana bu traktorga qo'yish mumkin bo'lgan agregatlardan aravalar. Bot razmeri 1.70 ga 90 bo'ladi. Resorlik juda ham baquvvat qilib ishlangan. Narxi $420. Xo'p, 11.05 uchun 1.20 lik jatka. Bu ham 2 qator parraklik, ya'ni vertikal pichoqlik. Xohlasangizlar makka qamish o'rishga mo'ljal o'rganingizda sizga juda ham qulay bo'ladigan 3-qator sepi bilan ham jihozlab bera olamiz. Shu traktorga bemalol o'rnatsa bo'ladi, hech qayerini kesmasdan, svarka tekizmasdan bemalol o'rnatib bera olamiz. Bu jatkamizning narxi $500. Keyingi uskunamiz bu yer yong'oq kovlaydigan kapatel. Buni yer yong'oq ekadigan, yer yong'oq bilan shug'ullanadigan akalar juda ham yaxshi biladi, juda ham zo'r narsa. Yer yong'oq kovlab beradi. Narxi $400. Keyingisi bu Zubir motobloklar uchun, Zubir 11.05 traktorlar uchun kartoshka kovlaydigan kapatel. Kapatelimiz vibratorlik, primoy ulanadi, hech qanday sep, boshqa narsa ulanmaydi, sep bilan ulanmaydi. Primoy ulanadi. Narxi $400. Keyingisi makka, don ekadigan selka. Bu ham Zubir motobloklarga ulasa bo'ladi, Zubir 11.05 traktorlarga ulasa bo'ladi. Narxi $220. Videomiz ma'qul bo'ldi degan umiddamiz. Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya qilib, shunday texnika olaman deb yurgan akalarga, tanishlarga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlarni pastdagi nomerlarga telefon qilib olishingiz mumkin. Joyimiz Toshkent, Do'mbirovod, Sobir Rahimovda. Kimga agar shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.